Xo'p, o'quvchilar, bugungi darsimizda sizlar bilan birgalikda aralash kassalar davomi, ya'ni ko'paytirish bilan bo'lish qolib ketgan edi. Shuni ko'radigan bo'lsak, demak, bilib olishimiz kerak ekan, aralash kassaga ko'paytirib, aralash kassada bo'lib bo'lmas ekan. Xo'p, qanday qilib uni ko'paytirish mumkin, qanday qilib uni bo'lish mumkin degan savollarga aralash kassalarni noto'g'ri kassaga aylantirish usuli orqali, demak, ularni bir-biriga ko'paytirishimiz yoki bo'lishimiz mumkin. Masalan, e'tibor beradigan bo'lsak, bizga mana bunday ko'rinishda 2,1 ko'paygan 5/7 mana bunday ko'rinishda kasra keldi. Xo'p, ana endi mana bu joyda aralash kasrni, demak, kasraga ko'paytirmoqchiman. Men sizga aytayapmanki, ya'ni aralash kasrni ko'paytirish ham, bo'lish ham mumkin emas. Xo'p, nima qilsak bo'ladi? Ularni, demak, noto'g'ri kasrga aylantirsak, demak, hisoblasak bo'ladi. Xo'p, o'quvchilar, mana bu 2,1/4 ni noto'g'ri kasrga aylantirsa 4 kere 2 9/4 ga teng ekan, shundaymi? Demak, 2,1/4 o'rniga 9/4 ni qo'yadigan bo'lsa, demak, 9/4 ko'paygan 5/7 bo'lib 9 kere 5 5/4 kere 7 28. Tushundingmi? Tushunmadingmi o'quvchilar? Tushundingizmi? Ana endi navbatdagisi, masalan, ko'ringlar, 2,1/2 ko'paygan 3,2/3 mana bunday ko'rishdagi aralash kasra keldi. Ya'ni nechun beradigan bo'lsa, o'quvchilar ikkalasi ham birinchi navbatda noto'g'ri kasraga nima qilishimiz kerak ekan? Aylantira olishimiz kerak. Aylantiradigan bo'lsak, 5/2 ko'paygan 11/3 bo'ladi. Xuddi shunday, ana endi suratga ko'payadi, mahrajga ko'payadi. 5 to'g'ri ko'paytirsak, 5/3 kere 3 6 teng bo'ladi. Ko'paytirishga tushunganlaringni o'quvchilar? Xo'p, yaxshi. Ana endi navbatdagi misol, o'quvchilar, bo'lishga ko'rsak, 5,1/2 ni Xo'p, o'quvchilar, e'tibor bering, 5,1/2 ni bo'lmoqchiman 11/4 ga. Mana bu misol keldi. Xo'p, nima qilish kerak? Birinchi bo'lib mana bu aralash kasra noto'g'ri kasraga aylantirishimizga to'g'ri keladi. Tushundingizmi? Demak, mana bu aralash kasra noto'g'ri kasraga aylantiradigan bo'lsak, 5 kere 2 10, 11/4 demak 2. Endi ko'paygan 4/11 bo'ladi bu narsa. Tushunyapsizmi? Endi kim bilan kim qisqaradi? 11 bilan 11, 4 bilan 2 qisqaradi. Demak, mana bu 11 bilan 11 keldi, 4 bilan 2 qisqarsa, mana 2 qoldimi? Javob nechiga teng ekan? 2 ga teng bo'lar ekan. Umuman olib qaraganda tushunib oldik. Demak, aralash kasraga ko'paytirib yoki bo'lib bo'lmas ekan, ularni noto'g'ri kasraga aylantirish usuli orqali, demak, hisoblashimiz demakka mumkin ekan. Tushunib oldingmi? Xo'p, ana endi agar tushunmagan bo'lsangiz, men sizga misollar ko'rib berishim kerak, ya'ni ma'ruza misollardan. Qaranglar, 5,5/7 bo'lingan 2,2/5 o'quvchilar ko'paygan 5,1/4 bo'lingan 1,1/6 ko'paygan 2/3 mana bunday ko'rishdagi misol keldi. Ana endi bu misolga yechim beradigan bo'lsak, o'quvchilar, birinchi navbatda bizda misolimiz ko'paytirish va bo'lishdan tashkil topgan, to'g'ri, lekin tarkibida aralash kasralar juda ham ko'p. Demak, siz bilan biz qiladigan ishimiz birinchi navbatda aralash kasralarni noto'g'ri kasraga nima qilishimiz kerak? Aylantira olishimiz kerak. Xo'p, aylantiradigan bo'lsak, 5 kere 7 5 qo'ysak 40/7 bo'lingan 2 kere 5 2 ni qo'ysak 12/5 ko'paygan 5 kere 4 20 qo'ysak 21/4 bo'lingan 1 kere 6 6 ni qo'ysak 7/6 ko'paygan 2/3 demak 3. Endi hozir qiladigan ishimiz, o'quvchilar, birinchi navbatda mana bu bo'lish amallarini ko'paytirish amaliga nima qilishimiz kerak? O'tkazishimiz kerak. Ya'ni qanday qilib desa, surati bilan mahraji o'rnini almashtirsak ko'paytirishga aylanib qoladimi? Xo'p, sarvar qaranglarda. Demak, nima bo'ladi? 40/7 ko'paygan 5/7 bo'ladi. 12 bo'ladimi? Ko'paygan. Nimaga mana bu surat bilan mahrajni o'rnini almashtirdik? Chunki mana bu yerda bo'lish, mana bu yerga o'taylik ko'paytirish bo'lyapti. Buni o'zini yozamiz. 21/4 ko'paygan. Buni surat bilan mahraj o'rnini almashtirish kerakmi? 6/7 ko'paygan 2/3 nima bo'ldi o'quvchilar? 3 bo'ldi. Endi qarang, qisqaradigan bo'lsa qisqartirishimiz kerak. Mana bu 7 bilan mana bu 3 ko'paytmasi nechiga teng bo'ladi? 21 ga. Demak, qisqarib ketdi, mana bunday bo'ldi. Mana 21 ketdi. Endi qarang, ikkinchi tomondan o'quvchilar, mana bu 6 bilan mana bu 2 ni ko'paytmasi nechiga teng bo'ladi? 12 bu bilan ketib qoldimi? Endi mana bu joyda mana bu 40 bilan mana bu 9 qisqarsa qayerdan nechi qoldi? 10. Mahrajda qisqaradigani qoldi, qolmadimi? Mana bu yetib turibdi.
marta 10 marta 5 mi? Ko'paytirsak necha bo'ladi? 50 martachi 7 ga teng. Javob 50 taqsim 7 ga nima ekan? Endi o'quvchilar mana shu joyda hop, mana shu joyda 50 taqsim 7 balkim aralashkasi ko'rinishda bo'lsa 7,1 taqsim 7 deb olishimiz ham nima ekan? Mumkin ekan. Tushundingmi? Tushunmadingmi shunga? Tushundik. Endi bu davlat imtihonida tushgan misol, oddiy misol emas, ko'rilgan oddiy hisob kitob o'qiysiz. Xo'p, ana endi o'quvchilar sizlar bilan birgalikda umumiy misollar ko'radigan bo'lsak, birinchisi, xo'p, qarang. 5 butun o'quvchilar 1 taqsim demak 3, 5 butun emas 7 butun ekan, men boshqa narsani o'zgartirmayman. 7 butun 1 taqsim demak 3 minusdan 6 butun 7 taqsim demak 8 bo'lingan 3 taqsim demak 4 plusdan 8 butun 8 taqsim 9 ko'paygan o'quvchilar 2 butun 1 taqsim 80. Mana bu misol keldi. Xo'p, bunga ham birinchi navbatda amallar qo'llaydigan bo'lsak, birinchi ish mana bu yer bo'ladi. Qavs ichi bo'ladi. Xo'p, ikkinchi ish nima qilaman? Bo'laman. Uchinchi ish ko'paytiraman, to'rtinchi ish ikkalasini chiqaramizlarni qo'shaman. To'rtta ishda javobgar ekanman. Demak boshladik. Birinchi ish demak 7,1 taqsim demak 3 dan 6,7 taqsim 8 dan ayirish kerak ekan. Butundan kasr-kasrdan 7 dan 6 ni ayirsam 1 3 bilan 8 ga mahraj 24. Bunga nechta tegadi? 8 ta. Bungachi 3 ta 3 kere 7 bo'ladi. 8 minusdan 21 bo'ladi. Xo'p, 1 butun 24. Qarang, 8 ga 26 qarsam necha bo'ladi o'quvchilar? 8 minusdan 13 bo'ladi. Xo'p, endi qarang. Mana bu yer minus bo'lganda boshlaydi. Bitta kommentasiyam necha bo'ladi? 0 bo'ladi. Xo'p, 0. Mahraj 24. Mahrajni suratda aytsam 11 bo'ldi. Javobimiz 11 taqsim 24 ga nima ekan? Teng. Endi ikkinchi ish o'quvchilar. Xo'p, ikkinchi ishda javobni 3 taqsim 4 ga bo'lish kerakmi? Xo'p, nima bo'ladi? 11 taqsim 24 bo'lingan 3 taqsim nima bo'ldi? 4 bo'ladi. Endi bo'lishni ko'paytirishga aylantirsak o'quvchilar 11 taqsim 24 ko'paygan 4 taqsim 3 bo'ldi. Shundaymi? Xo'p, mana bu 4 bilan 24 qisqarsa 6 qoladi. Demak 11 taqsim 6 ga 3 18 ga teng. Demak mana bu yergacha bo'lgan javobimiz nima ekan? 11 taqsim 18. Endi mana bu ikkalasini ko'paytirishimiz kerakmi o'quvchilar? Xo'p, ko'paytiradigan bo'lsak, uchinchi ish bo'ladi bu. Demak nima bo'ladi? 8 butun 8 taqsim 9 ko'paygan 2 butun 1 taqsim 80. Noto'g'ri aylantiramiz. 8 ga 9 70 ga 8 ni qo'ysak 80 taqsim 9 ko'paygan. 80 ni 2 ga ko'paytirsak 161 taqsim 80. Bu bilan bu qisqarganda 161 taqsim 9 chiqadi. 8 o'zi ekan. Shunaqa? Xo'p, ana endi o'quvchilar 9 chiqadigan bo'lsa, 161 ni 9 ga bo'ladigan bo'lsak, aralashkasi ko'rishda nechta ko'rishimiz kerak? Ha? Nechta ko'rishimiz kerak o'quvchilar? Xo'p. 18 ta ko'rishimiz uchun 162 bo'lish kerakmi? 17 ta ko'ramiz ekan, ha? Xo'p, 17 ta ko'rsak 9 dan necha qolamatdi? 8 mi? Xo'p, yaxshi. Mana buni qiymati mana chiqdi. 17,8 taqsim 9. Mana bu yergacha bo'lgan qiymati 11 taqsim 18. Ikkalasini qo'shishimiz kerak to'g'ri ishda. 11 taqsim 18 ga qo'shishimiz kerak 17,8 taqsim 9 da. Butun-butunga kasr-kasrga mana bunga sherik yo'q 17, 9 bilan 18 ga mahraj 18, bunga bitta mana bunga ikkita tegadimi? 1 kere 11, 11 plusdan 8 kere 2 16. Qo'shadigan bo'lsak 17 butun 27 taqsim 18 mi? 27 bilan 18 qisqaradimi? Qisqarmaydimi o'quvchilar? Sariq qisqaradimi? Qisqarmaydimi? Qisqaradi. Xo'p, necha bo'ladi? Bu bilan bu qisqarsa, nechaga 9 ga? Mana 3 mana 2 mi? 17 butun 3 taqsim 2. Bu aralashkasini noto'g'ri kasr-ku. Bu to'g'ri kasr bo'lishi kerak. Xo'p, 3 ga 2 ga bo'lsa nechta ko'raman? Bitta 17 ga bitta o'tib qolsa 18 butun 1 taqsim necha bo'lar ekan? 2 bo'lar ekan. Tushundingmi? Xo'p, yaxshi. Endi keyingi misolga o'tadigan bo'lsak o'quvchilar, keyingi misolimiz qanday ko'rishda keladi? Yaxshilab e'tibor beringlar.
1992 butun o'quvchilar 3 taqsim demak 5 minusdan 1990 butun o'quvchilar 2 taqsim demak 3 ko'paygan 1 butun 1 taqsim 29. Mana bu ko'rsatdagi misol keldi. Ana endi bunga yechim beradigan bo'lsak, boshingizni ko'tarib o'tiring. To'xtab turing. Endi bu misolni ko'radigan bo'lsak, o'quvchilar birinchi mana bu yer, keyin ikkinchi bu yer bo'lishi kerak. Xo'p, demak nima qilamiz? Qaranglar. O'quvchilar 1992 butun 3 taqsim demak 5 dan ayrar ekanmiz. 1990 butun 2 taqsim 3 dan nima qilish kerak? Butunga kasrga 1992 dan 1990 narsa nima bo'ladi? 2 butun 2 bo'ladi, 2 butun. Qarang, 5 bilan 3 ga mahlash necha bo'ladi? 15. 15 ga necha tegadi? 5 ta 3. 9 5 kere 2 10. Qarang, 2 butun minus 1 taqsim 15 bo'ldimi? Mana bu minus bo'lsa, bitta kommentariy kerak mana. 1 butun. Ha, nima bo'ladi? 15. 15 mana bu yerda 14 qoladi. Xo'p, endi ikkinchi amalimiz ko'paytirish kerak bundan chiqqan natijani. Ikkinchi ishimizni to'g'ri. Demak nima qilamiz? 1 butun 14 taqsim 15 ni ko'paytirishimiz kerak. 1 butun 1 taqsim 29 ga ikkalasi ham aralashgansi, noto'rkasiga aylantiramiz. Aylantirsak, o'quvchilar 29 taqsim 15 ko'paygan 30 taqsim 29 bu bilan qisqardi, bu bilan qisqarsa mana 2 qoldimi? Endi javobimiz nima ekan ekan? 2 ga teng bo'lar ekan. Tushunarlimi o'quvchilar? Siz ham tushunyapsizmi? So'rang, savolchingiz bor? Ha? Yaxshi. Xo'p, keyingi misol. O'quvchilar 4 butun 1 taqsim 10 minusdan 3 butun 4 taqsim demak 15. Mana bunday ko'rsa ko'paygan 5 taqsim 6 plyusdan 4 butun 1 taqsim 10 bo'lingan 1 butun o'quvchilar. 1 butun 1 taqsim 5. Xo'p, mana bunday ko'rsatgan misol keldi. Endi bunga ham yechim beradigan bo'lsak, doimgidek amallarni nomerlar olishimiz kerak. Birinchi amal shunday bo'ladi. Ikkinchi amal, uchinchi amal, to'rtinchi amal xuddi shunday bo'ladi. Xo'p, birinchi amalimiz o'quvchilar 4 butun 1 taqsim 10 dan ayirishimiz kerak. 3 butun 4 taqsim 15 ni. Butundan kasrlar. 4 dan 3 ta aytsam 1. Mahraj 10 dan 15 ga 30. Bunga nechta tegadi? 3 ta. Bungachi 2 ta. 3 karra 1, 3 karra 4, 2 karra 4 8. Minus 5 taqsim 30 bo'ladi. Bitta egallantiramiz. 0 25 taqsim 30 qisqarsa 5 taqsim 6 shundaymi? Endi ikkinchi ish ko'paytirish kerak buni. Xo'p, ikkinchi ishimiz bo'lish ekan mana bu. Nima bo'ladi? 5 taqsim 6 bo'lingan 5 taqsim 6 natija 1. Shundaymi? Xo'p, uchinchi ish ko'paytirish kerak. Uchinchi ishni ko'rib o'tadigan bo'lsak, 4 butun 1 taqsim 10 bo'lingan ekan 1 butun 1 taqsim 5 mi? 41. Shundaymi? Taqsim necha bo'ladi? 10 bo'lingan 6 taqsim 5. Noto'rkasiga aylantirsak, 41 taqsim 10 ko'paygan 5 taqsim 6. 6. Bu bilan bu kelsa mana necha qoldi? 2. Demak, 41 taqsim necha bo'ldi? 6 ga 2. 12 mi? Shunday bo'ladi. 2 qolgani mana 2 ga 6. Shundaymi? Xo'p, 41 dan 12 ga bo'lsa nechta ko'ramiz? 3 tami? 3 ta ko'ramiz ekan. 3 butun 12 xo'p necha bo'ladi? 5. Mana bu ikkalasidan bo'linmani qiymati matematikagacha 1 chiqqan-a. Endi ikkalasini qo'shish kerak. 4-chi sifatida 1 plyusdan 3/5 taqsim 12 bo'lsa, butunga kasrga 4/5 taqsim necha bo'lar ekan? 12. 12 degan javob kelishib qolar ekan. O'quvchilar tushundingmi? Endi o'zing amaliyot qilsang bo'laversa kerak menimcha. Tushunarli?